Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun 2.60 ga 1.50 prinsipimiz sotildi. Prinsipda avval ko'rgansizlar. Bunga birinchi navbatda zavodskiy harkoblarni qilib yedik baqvatda, kamat sharavayli qilib. Oldlari shiylir, yonlari qalinlis, taglari qalinlis. Oldindan ham oldikalar chiqayotgan bo'lgan. Balon razmerlari 15, gazon risor, mashina siltamaydi risor, 8 lik shiyildirlarda. Orqasi ham mol uchun moslashtirilgan. Xo'p, akalar Kasb tumani Kiyikchi qishlog'idan kelishdi. Aka qanday ekan prinsip? Bizga ma'qul keldi. Shu Qarshidagi hamma prinsiplarni ko'rib, bir balog'at qadar topib keldik. Rahmat sizlarga. Sifat qanday ekan aka? Sifat juda ham ma'qul keldi menga. Boshqa yerlarni ham ko'rdik, lekin bir ma'qul keldi ancha. Sifat so'ragan. Kattali ham, sifati ham kelinglar, olinglar. Akajon siz ham gapiring, siz gapirmasangiz bo'lmaydi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Akam obunachilariga. Akamning mehnatiga yarasha aravani oldik, nasib bo'ldi, Xudo xolasa, yaxshi niyatda. Nasib Berganlariga rozi bo'lsinlar. Biz juda ko'p joyda ko'rdik. Juda ko'p joylarni ko'rib, juda ko'p joylarga qarab, razmerlari hamma narsasi bizga ma'qul bo'ldi. Xudo xolasa oldik. Kelib olishlaringizni tavsiya qilamiz. Sifat qanday ekan sifat? Sifatga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sifat zo'r. Hamma narsa original. Juda baquvvat nazardan qilingan. Rahmat aka, sog' bo'ling. Biz rozimiz, siz ham rozi bo'linglar. Xo'p aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamang.